Hamma odamning tug'ma talanti bo'ldi. Muhimi talantini payqash va uni joriy qildirishda. Undaqda siz talantingizning nima ekanligini bilamsiz. Bugungi hipnozga yetaklashda men sizni yoshirin ang ustida cho'nqur izlanib, o'zingizning nishoningiz va talantingizni tepishingizga yordam beraman. Siz faqat o'zingizni botirlik bilan azoda qo'yib berib, mening yetaklashimga ergashsangiz bo'ladi. Avval yurak birib saqlab olib, ondan davomli yetaklashimga ergashing. Bugungi hipnozga yetaklashimiz endi rasmiy boshlandi. Azod va tinch joyni tepib, eng azod holatda o'tiring yoki yetib olsangiz bo'ladi. Ko'zingizni asta yuming. Ko'zingizni yumgan vaqtingizda ko'zingizning tuyuqsiz azodlashib qolganligini his qilasiz. Sizning besimingiz va harg'inliklaringiz bargan sir pasaydi. Ko'z qapoqlaringiz bargan sir yig'ilishib, ko'zingizning intayin azodlashib ketayotganligini his qilasiz. Men bilan birga birinchi qatam cho'nqur nafas ilang. Cho'nqur nafas sumirib, asta-asta nafas chiqaring. İkinci qatam cho'nqur nafas ilang. Nafasni cho'nqur sumirib, asta-asta chiqarib eting. Hozir oldingizda tuvan tushadigan bir pallampay bor deb tasavvur qiling. Bu pallampay nihoyat mustahkam ham intayin bexatar. Siz pallampaydan tushib baqsangiz bo'ladi. Har bir qadam manganda siz texim azoda holatga kirsiz. Har bir qadam manganda badaningiz bargan siri yengil bo'lib ketadi. Men birdan 3 sanayman, siz izchil pallampayni bo'ylab pastga qarab mangsangiz bo'ladi. Har bir qadam manganda bargan siri azoda bo'lib ketasiz. Men 3 sangan chaqda siz pallampayning eng ostiga tushib bo'lasiz. Bu yerda siz yoshirin engizdagi sirliq bo'shliqqa kirsiz. 1. Bargan siri o'zingizning azoda bo'lib ketayotganligingizni his qiling. Siz intayin bexatar. 2. Siz faqat o'zingizning nafas olish va nafas chiqarishingizga diqqat qiling. 3. Siz yoshiriningizga sirliq bo'shliqqa muvaffaqiyatli holda kirib bo'ldingiz. Badaningiz eng azod holatda turibdi. Siz oldingizda 2 sanduq borligini ko'rdingiz. Siz hozir bu sirliq bo'shliqda odatda his qilolmaydigan o'zingizni his qila olasiz. Barliq diqqatingizni o'zingizga qarating. Siz hozir o'zingizning afzalligi va talantingizni aniq his qila olasiz. Siz eng asosli 2 talantingizni 2 sanduqqa selib qo'ying. Men sizning ularni tanlab sanduqqa selishingizga 15 sekund vaqt beraman. Men hozir 3 sanayman. Siz bayamqi 2 sanduqni oching. Sanduqda o'xshash bo'lmagan 2 xil narsaning borligini ko'rasiz. Siz ularni esingizda ching saqlab olasiz. 1, 2, 3. Siz o'zingizning tug'ma talantingiz va ularning yoshirin engizda aks ettirib berganlarini aniq eslayolasiz. Siz bularni men bilan o'rtoqlashsangiz bo'ladi. Men 3 sanayman, siz reallikqa qaytib kelasiz hamda o'zingizni nihoyat ruhli his qilasiz. 1, 2, 3. Siz butunlay reallikqa qaytib keldingiz. Bu videoni saqlab olib, qayta anglab mashq qilsangiz bo'ladi. Qalb tivishlaringizni anglang, ichki dunyoingizni davolang.